Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana qarashni ham olib qolasizlarmi? Hozir ko'rib beramiz. Qayerdan oldingiz o'zi? Bunaqa narsani? Mushkotlardan anchadan bir turadi, rosa qimmat narsa bo'ldi. Xo'p. Tashkentskiy farforovoy zavod 1958-yil 5 ta dona ekzemplyarda ishlab chiqarilgan ekan. Bu farfor modelimiz. Xo'p, bu modelimiz bizga $1000 qiziq bo'ladi. Albatta. Albatta. Bu mamlakat tilami shunday? Yo'q, hamma qimmatbaho narsalar ham tillardan bo'g'irmaydi. Bu modelimiz eksklyuzivligi va holati yaxshi sostaniyadaligi katta rol o'ynayapti. Butun dunyoga Labubu qo'g'irchoqlari qiziq bo'layotgan bo'lsa, Skupka Zolotozga mana bunaqa qo'g'irchoqlar qiziq bo'ladi. Aslida o'zingiz bilmasligingiz mumkin, uyingizda mana shunga o'xshash yoki mana shunaqa farfor izdelari bo'lishi mumkin. Uni faqatgina biz Skupka Zoloto.uz qimmat narxlarda olib qola olamiz.